Hajdan keyin vidolish tavba qilmay yurtiga qaytishning hukmi. Savol. Assalomu alaykum. Bu yil hajdan keyin yurtga qaytish oldida bir qancha hojilarimiz yashinib qolganlik tufayli vidolish tavbani qilolmadi. Yana ba'zilar vidolish tavbani qilib bo'lgandan keyin avtobusga saqlab Makka da bir kun qo'nib qoldi. Buning hukmi nima? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlarga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Haramning sirtidan kelgan hojilar yurtlarga qaytmoqchi yoki safar qilmoqchi bo'lsa, shundaqla Makkaliklar yoki haramliklar haramdan safar qilmoqchi bo'lsa, Baytulloh bilan xo'shlashish, vidolish uchun vidolish tavba qilishi ko'pchilik olimlar tutgan kuchli qarash bo'yicha vojib bo'lib, bu tavob haramni ulug'lash uchun qilinadi. Agar bu tavobni o'zirsiz turuqliq ado qilmasa, bir qo'y qon keladi. Bir qo'y qon qilishga qurbi yetmasa, 10 kun roza tutadi. Bu tavob qaytib ketish tavbi deb ataladi. Makkalik hojilar safar qilmaydigan bo'lsa, vidolish tavbini qilmaydi. Hayzdar va nifasdarlar ifozat tavbini qilgan, poklanishga qadar kutib tura olmaydigan bo'lsa, vidolish tavbini qilishi ularga vojib bo'lmaydi. O'zri sababidan bu tavbni qila olmaganlik uchun ularga gunoh bo'lmaydi. Ularning bir qo'y qon qilishimi kerak bo'lmaydi. Ammo Makkadan qaytishdan burun hayzdan saqayib qolsa, bu tavbni qilishi vojib bo'ladi. Hayzdar va nifasdarlardan boshqa og'riqchan, harg'in va yashangan kishilarga bu ruxsat yo'q. Ular tavob qilish kerak. Tavob qila olmasa, ularni boshqalar tavob qildiradi. Tavob qildirmagan taqdirda ularning bir qo'y qon qilishi kerak bo'ladi. Haramning besiq bo'lib ketishimi o'zir bo'la olmaydi. Chunki Ummu Salama radhiyallohu anha og'rib qolganda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga hojilarning orqasida uloqqa minib tavob qiling degan. Agar boshqalarimi uni ko'tarib yoki harvada o'ltirg'izib tavob qildira olmaydigan bo'lsa, andin hayzlarga o'xshash bir qo'y qon qilmasimi bo'ladi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma deydi-ki, kishilar har tarafdan yurtlarga qaytishga boshlagan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Baytullohni tavob qilmay turib, hech kim qaytmasin dedi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma yana hojilar Baytullohni tavob qilishni eng oxirida qilishga buyurilgan, lekin hayzlarga yengillitilgan degan. Yuqorqi hadislarning birinchisida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tavob qilmay turib qaytishdan to'sqan. Ikkinchisida vidolish tavbini qilishga buyurgan. Hayzlarga yengillitilgan. Mana bular mazkur tavobning vojibligini bildiradi. Bu vaqtda hadislar ko'p. Masalan, Ibn Umar radhiyallohu anhuma hayzdar ayollardan boshqa hech kim vidolish tavbini qilmay turib qaytmasin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam faqat hayzdar ayollarga vidolish hajini qilmay turib qaytishga ruxsat qilgan degan. Yana Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma deydi-ki, dadam Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu hojilardan hech kim Baytullohni tavob qilmasdan hargizmi qaytmasin. Chunki Baytullohni tavob qilish hajning oxirgi faoliyatidir degan. Makkadan qaytish oldida oxirgi ish tavob qilish bo'lg'achqa, safar qilmoqchi bo'lgandala vidolish tavbini qiladi. Andin safarga chiqadi. Tavob qilib bo'lib, Makkada tijorat yoki boshqa bir ish uchun turib qolsa, oxirgi ishi tavob bo'lmay qoladi. Lekin namoz o'qish yoki hamrohlarni saqlash yoki mashina saqlash yoki g'izallanib olish qatorliq zarur ishlar bunga ta'sir yetkazmaydi. Vaqt bak uzrab ketib qolsa, yana bir qatim tavob qilayotgani yaxshi. Vidolish tavbini qilmay qaytganlar agar Makkadan yiroqlab ketmaganlar bo'lsa, Makkaga qaytib bu tavobni qilish kerak. Ammo qanchalik arliqdan qaytib kelib tavob qilsa hisob bo'ladiganlik to'g'risida o'xshamagan qarashlar bor. Hanafi mazhabda miqat doirasidan chiqib ketib qolmaganlar bo'lsa, qaytib kelib qilsa bo'ladi deb qaraladi. Yahya ibn Said Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu hajdan qaytib Zahran ig'ziga berib bo'lgan bir odamni vidolish tavbini qilib kelish uchun kayniga qaytarayotgan edi degan. Agar yiroqlab ketganlik sababidan Makkaga qaytolmaydigan bo'lsa, bu ahvolda yuqorida bayon qilganimizdek bir qo'y qon qilsa va uning go'shini fiqir miskinlarga bersa bo'ladi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma kimki haj faoliyatlaridan biror ishni unutib qolsa yoki qilmay qolsa bir qo'y qon qilibasson degan. Bu qonni cho'qim haramda qilish kerakmi yoki yurtida qilsami bo'ladi? Ba'zi olimlar bu qonni cho'qim haramda qilish kerak deb qaragan bo'lsa-mu, lekin Hazrati Ali radhiyallohu anhu, Hazrati Husayn radhiyallohu anhuning chachini o'zri sababli tushirish kerak bo'lib qolganda, haramning sirtidagi Suqiya degan joyda bir qo'y qon qilgan. Yana salaflardan kelgan bir qancha bayonlardami nada qilsa bo'laverdiganligi tilga ilingan. Umumiy dalillarga birma-bir nazar salganimizda bu qurbonlikni nada qilsa bo'laverdiganligi haqidagi qarashning dalilining kuchli ekanligi ayon bo'ladi.
Buningga asosan hajdan qaytadigan chaqda vidolish tavbini qilmaganlar yurtiga borganda kechiktirmasdan bir qo'y qon qilvassimi, yurtiga berib bo'lguncha telefon qilib yurtida yoki boshqa yurtlarda qon qildirsimi bo'ladi. Bir qo'y qon qilishga qurbi yetmasa, Zulhajja oyi chiqib ketguncha 10 kun ro'za tutadi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.